Shoshilinch xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Antikorrupsiya agentligi hukumatdan Ozodbek Nazarbekovga chora ko'rishini so'radi. Tarmoqlarda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov to'yda qo'shiq aytib, o'ziga qistirilgan pullarni qabul qilayotgani aks etgan video tarqalgach, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi vazirlarga mahkamasiga murojaat qildi. Agentlik bu holatda vazir davlat xizmatchisi ekanini buzganini qayd etgani ma'lum qilingan. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov to'yda qo'shiq aytib, qistirilgan pullarni qabul qilgan davlat xizmati va odob axloq to'g'risidagi qonunchilik normalarini buzish hisoblanadi. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining holat yuzasidan kun.uz so'roviga javobida keltiriladi. Agentlik davlat fuqarolarining xizmati to'g'risida qonunning 13-moddasida, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 595-sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat fuqarolik xizmatchilari odob axloqning namunaviy qoidalarining 13-bandini davlat fuqarolik xizmatchisi pedagogik, ilmiy va ijodiy faoliyatidan tashqari haq to'lanadigan boshqa faoliyat bilan shug'ullanishga haqli emasligi belgilangani eslatilgan. Bundan tashqari, davlat fuqarolik xizmatchilari odob axloqning namunaviy qoidalarining 3-bandiga ko'ra davlat xizmatchilari mehnat faoliyati hamda va ishdan tashqari vaqtda davlat xizmatining obro'siga putur yetkazishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlardan tiyilishi, axloq normalariga doimiy rioya qilishi lozim. Shu qoidalarning 7-bandiga ko'ra davlat xizmatchisi o'z xatti-harakati va axloqi tufayli jamoatchilik tanqidiga uchramaslik choralarini ko'rishi asosli va konstruktiv tanqiddan o'z faoliyatida kamchiliklarini hamda nuqsonlarni bartaraf etish yo'lida foydalanishi lozimligi qayd etilgan. Shu bilan birgalikda mazkur qoidalarning 29-bandida davlat xizmatchilari tomonidan odob axloq qoidalariga rioya etmaganlik holati ularga nisbatan axloqiy va intizomiy ta'sir choralarini qo'llash uchun asos bo'lishi belgilangan. Yuqorida qayd etilgan holatlar bo'yicha agentlik tomonidan Vazirlar Mahkamasiga vazir Ozodbek Nazarbekovni intizomiy javobgarlikka tortish va uni kelgusi qonunchilik hujjatlariga rioya qilish lozimligi haqida qat'iy ogohlantirish masalasini ko'rib chiqish bo'yicha so'rovnoma yuborilgan. Kelgusida davlat xizmatchilarining odob axloq qoidalariga zid harakatlarini agentlik tomonidan muntazam monitoring qilib borilishi qayd etilgan. O'zi nima bo'lganda, yanvar oyi boshida ijtimoiy tarmoqlarda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov to'yda qo'shiq ijro etayotgani va unga qistirilgan pullarni qabul qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Ushbu video tarmoq foydalanuvchilari tomonidan keng muhokama qilindi. Ayrimlar Ozodbek Nazarbekov san'at vakili ekani, shu sababli to'y tadbirlari muxlislari davrasida qo'shiqlar aytishda va konsert berishda davom etishi kerakligini bildirishgan. Shu bilan birga u vazir sifatida to'lovlarda daromad topishi noto'g'ri ekanini ta'kidlaganlar ham ko'p edi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu holat O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yahyo Bekmo'minov o'g'lini uylantirgan to'yda ro'y bergan. Oktyabr oyida bo'lib o'tgan o'sha to'yda vazirdan tashqari ko'plab taniqli qo'shiqchi va artistlar Yulduz Usmonova, Zohirjon Jo'rayev, Jahongir Foziljonov, Dilnoza Kubayeva, Rixsatilla Abdullayev, Elmurod Islomov va boshqalar ishtirok etgan. Madaniyat vazirligi axborot xizmati izoh berishicha, videolardagi holat 2025-yil 25-oktyabr kuni vazirlik xodimining nikoh to'yida bo'lgan. Vazirlik matbuot xizmati rahbari Sirojiddin O'zarov bunday qistirlar asrlar davomida shakllangan milliy urf-odat va orzu-havas hisoblanishi qayd etgan. Videoda vazir Ozodbek Nazarbekovga muxlislar tomonidan pul uzatilgani aks etgan. Shu bilan birga vazir ushbu holatni oldindan rejalashtirmagani, yuzaga kelgan vaziyatda fuqarolarning xohish-irodasini rad etish, ularni omma oldida noqulay ahvolga solib qo'yish, kamsitish yoki mensimaslik sifatida noto'g'ri talqin qilinishi mumkinligi inobatga olingan holda holatga ijobiy munosabat bildirilgani kuzatishi mumkin. To'y marosimlarida xonandalarga pul uzatish yoki uzatmaslik amaldagi qonunchilik bilan taqiqlanmagan bo'lib, bu holatda xalqimiz orasida asrlar davomida shakllangan milliy urf-odat va qadriyatlarning bir qismi hisoblanadi. O'zbekiston an'analarida bunday jarayonlar orzu-havas sifatida e'tirof etilib kelinadi, deyilgan izohda. Ozodbek Nazarbekov nafaqat madaniyat vaziri, balki taniqli o'zbek xonandasi
O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston xalq artisti, shuningdek O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi hisoblanadi. Uning kasbiy faoliyati bevosita milliy qo'shiqchilik san'ati bilan bog'liqligi sababli to'y marosimida kuzatilgan holat vazirning kasbiy faoliyati bilan bog'liq vaziyat sifatida baholanishi lozimligi qayd etilgan. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, har bir inson egallab turgan lavozimidan qat'iy nazar o'z tanlagan kasbidan ayro bo'la olmaydi. Mazkur holat ham ayni shu nuqtai nazardan kelib chiqqan, deyiladi izohda. Eslatib o'tamiz, 2024-yilda ham Ozodbek Nazarbekov erkaklar kiyimlarini do'konini reklama qilib chiqqani jamoatchilik muhokamalariga sabab bo'lgandi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati esa u reklamadan tushish orqali moddiy manfaat ko'zlamaganini ma'lum qilgandi. Shuningdek, 2025-yilda Ozodbek Nazarbekov xususiy universitet reklamasida ham ko'rinish bergan. Vazirlik axborot xizmati ushbu holat yuzasidan bergan izohda vazirning videodagi tavsiyalari ijtimoiy foydali axborot bo'lib, daromad olishga qaratilmaganini ta'kidlagandi.